Avvalambor hech kimning mashinasi bunaqa darajada qaynab ketmasin. Ko'pchilik mana shunaqa holatda, mashina qaynagan holatda qiladigan bitta ikkita juda ham qo'pol xatolari bor. O'sha xatolarni hozir aytib o'tamiz. Xo'p, mana shunaqa holatda mashina qaynab ketganda qilinadigan xatolar birinchi bo'lib mashinani shoshilib odamlar o'chirishadi, shopir akalarimiz. Bu juda ham katta xato. Mashina agar motori juda ham qattiq qizigan bo'lsa, porshinlar gilzalarga yopishib qolib, boshqa o'tamasligi, ya'ni yurmasligi mumkin. Juda ham katta xarajatga tushishi mumkin. Xo'p, o'sha xatoni qilmash kerak. Undan keyin mana shu qaynab turgan antifriz qopqog'ini ochishga harakat qilishadi, ya'ni suv kamaygan bo'lsa, qaynatgan bo'lsa suv quyishga harakat qilishadi. Bu ham juda ham katta xato. Buni ochsangiz, birinchidan o'zi masalan suv kamayib to'kilgan bo'lsa, qolgan qutgan suv ham qaynab toshib chiqib ketishi mumkin. Ikkinchidan eng yomoni o'z kuyib ham qolishingiz mumkin. Xo'p, bunaqa vaziyatlarda o'zi aslida nima qilish kerak degan savolga hozir biz bitta ikkita to'g'ri aslida o'shaqa vaziyatda qilinadigan ishlarni hozir tushuntirib o'tamiz. Bundan avval sahifamizga obuna bo'lishni unutmaysiz hamda yurakchalarni tirs-tirs qizartirib qo'ysangiz biz bundan xursand bo'lamiz. Kimlargadir foydamiz tegayotgandan bundan biz motivatsiya olib yana ham foydali videolar chiqarishga harakat qilamiz. Mabodo mashina agar hozirgi holatdagidaqa qaynab ketadigan bo'lsa, birinchi bo'lib nima qilinadi? Birinchi bo'lib chekaga olib to'xtaysiz, motorni o'chirmaysiz. Ikkinchi qilinadigan ish, mashina o'tab turgan joyida yoz fasli bo'lsa ham 50 gradus ko'chada issiq bo'lsa ham mana bu pechkani issiq tomonga surib, pechkani ventilyatorni ham to'rga qo'yamiz. Sababi pechkamiz ham radiatorda kichkinasi hisoblanadi. U issiqlikni salonga chiqarib beradi. O'sha ham motorni sovishiga ancha yordam beradi. Mana shunaqa holatda yoqib qo'yiladi. Undan keyingi qilinadigan uchinchi ishimiz, agarda suv bo'lsa yoki suv topish imkoniyati bo'lsa, mana bu radiatorga sekin suvni quyib radiatorni sovutamiz. Mana shu holatda. Bu holat qachongacha davom etadi? Mashina sovib, mana bu ventilyatori to'xtagandan keyin, undan keyin qilinadigan eng to'g'ri ishimiz, ana undan keyin ventilyator to'xtagandan keyin antifriz bachok qopqog'ini ochamiz va o'shanda suv yoki antifriz quyamiz. Mana shunaqa holatda motoringizga hech qanday zarar kelmaydi. Mana shuni sovutib olgandan keyin o'zingizga eng yaqin bo'lgan servisga mashina olib boriladi, yo bo'lmasam usta chaqiriladi.